Cho'l 45 gradus issiq. Biz o'zimizga o'zimiz hammom yasab hozir cho'milmoqchimiz. Qo'limizda mana bunaqa, mana bunaqa, mana orqali bu kerak emas. Ibaklashga orqali Hammom yasaymiz. ketdi. Baklashgan ikkita chetini teshib olamiz. Ikkita chetidan kanop ip o'tkazib, Mamatga ossak, menimcha tushiydi. Mana kerakmi men bu bola? Mana shu turibdimi? Kerak edi demak. Bo'pti. Nima yurishyapsiz? Yo'q. Buni ichiga uni oq izolenta o'rash kerak emasmi, suv qo'yib yubormaslik uchun? Uni uramiz. Mana rostdan nima kerak emas. Mana shu turibdimi? Kerakdi. Kerakli haqida emas. Nimaga kerak? Qopqonni teshish uchun mana buni oldin qizdiryapman. Buni endi eritamiz. Bale, teshyaptimi? Biz uchun juda ham qadrli bo'lgan suv. Ekin qishlatyapmiz-da bu joyda. Ko'ramiz qanchalik ko'taradi dushimiz. Faqat bu o'tirib cho'miladigan dush. Voy. Menimcha faqatgina o'zbeklar 45 gradus suvda ham issiq choy ichadi. Va kim birinchi cho'miladi? Birinchi mijozman. Demak, ichki kuyib qolmasin. Qale. Oka biz uddaladik. Biz yashab keta olerganmiz. Aha. Qani? Bitta narsa aytaymi? Oka вообще suv, oka o'g'il balaga. Voy. Aha, Bu ketdi. oka qimmat suvmi? Da. Bu rostda. Bo'l, yuvish kerak. Abuka. Hop, yuvish kerak. Abuka to'xtamayapti. Bo'l, yuvish kerak. Oka, suvni ham ekran qilish kerak. Tushundingmi? Abuka. Men shima Oka. Men shima qilmayapman. Oka, shap. Rostdan shima qilmayapman, uka. Men qayerdan bilaman, bilmayapman. Bo'ldi oka. Suv kam-ku. Voy, kam, men nimadir qolman bo'pti, ana qol bo'pti, yuvar o'zing. Men sen cho'milasanmi deding. Bo'l, yuvaroq bo'pti. Ochib olaymi? Ha, bo'ldi mana. Oka, yana ko'pirga. Yo'q. Oka bo'ldi. Ha, nima qildim men? Oka bo'ldi. Bir cho'mil uka. O'zim achib ketdik. Va, yana qo'ydingiz oka. Oka, rostdan shampunim sochchi dorisi-ku. Bo'ldi, ukam, bo'ldi. Kechir meni. Bo'ldi, bor suv. Oka, yana ko'pirga. Mana qo'limda turibdi-yu, mana. Qayerga boring? Missiya bajarildi. Cho'tki bo'ldi. Davay, ketdi bitta bolalar.